Hammaga salom, sizlar bugun Master o'zining kanalida sizlarda aytishingiz mumkin, nega buncha ko'p nomingni o'zgartirasan deb. Men ham to'g'ri tushuning, men shunga majburman. Yaxshiroq nom topolmayapman. Agar sizda nom bo'lsa kommentariyga albatta yozib qoldiring. Biza bugun mana shunaqa oddiy Minecraftda yashab qolishimiz, ya'ni survival qilishimiz kerak. Unda gap tezroq cho'zmay tezroq daraxt chopish kerak. Hozir menga eng kerak narsa bu qishloq. Qishloq topsam bo'ldi, hammasi osonlashadi. Masterga qarab ketaversak, juda past ko'rinyapti. Bunaqa joylarda aniq, lekin chemashdan toshalamizda anitsen bor ekan bitta. Yo'q. Ozgina qoldi ag'nab ketishimizga. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, bola. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shu yetadi bizga. Bizga yetadi. Keyin yangi vashchi qishloq kerak. Bunaqa tekisli joyda qishloq bo'ladimi? Nimagadir yo'q. Afsus. Bu tarafdamidi? Yog'i qishloq bo'lishi kerak bunaqangi joyda. Qayerda video qishloq topishim kerak edi. O'yinimiz ancha osonlashardi. Biz ancha spam bo'ldi. Demak, qishloq mana yerda. Shunaqa? Lekin qishloqdan hali ham darak yo'q. Tayga ko'ryapman, o'shanda qishloq bo'lishi mumkin, balkim. Bu yerda unda taygada qishloq yo'q-ku, lekin o'shda oddiy qishloq topishimiz mumkin. Mana to'qqa chiqdik. Bu yerdan qishloq bor yoki yo'qlar aniq ko'rinadi menimcha. Sizga qishloq kerak. Topolmayman qishloq. Mayli, yana spam bo'lgan joyimizdan narigi tomonga qarab ketamiz endi. Bu tomonlarda qishloq yo'q ekan. Narigi tomonga ketsak, balkim toparmiz. Negadir o'sha tomonga borgim kelib qoldi. Ko'rdilarmi obunachilar? Ko'nglim sezdi. Ko'nglim negadir noxush bo'ldi. Turganimizda ichim qanday bu yoqqa bor, bitta qishloq bor dedi. Endi bu hech qanaqa cheat ishlatganim yo'q. Mana rekorder. O'zinglar ko'rib olishinglar mumkin. Hech qanday vaqtni qotirmadim, ya'ni pauza qilmadim. Mana odatiy o'ynab kelyapman. Hozir birinchi o'rinda menga ishoninglar. Ashcha qo'y kerak. Yotoqxona yasashga, kravat yasashga. Mana birinchi qo'y. Bu versiyada farqi yo'q. Qo'yni oqi ham, qorasi ham, uchta xil rangni birlashtirsak ham baribir ham oq bo'lib tushadi, ham bir xil bo'laveradi. Kravat yasad. Faqat tovuq atrofda. Bunaqangi qo'y narsalarni ko'rmayman men, qo'y.
So'rayver просто. Lekin hozircha qo'ylar yo'q. Bu qishloq meni negadir qo'rqityapti. Juda jitilarim yo'q. Mayli, hali qarab turar ekan, jitillar yo'q qishloq. Ya'ni jitillar bo'lishi kerak. Hadya jitil. Yom. Hadya bitta bo'lsin. Qo'y. Yom. Yom. Okey. Qo'ylar. Qatdan kravatasiz. Shuni o'ylamagan qaranglar. Voy, mana qanaqa. Asteroid urilgan bu yerga. Uyimni mana shudan qilsam bo'ladi. Hozirgi uyim, lekin menga hozir birinchi o'rinda tosh kerak. Qo'y topaman, qo'y kerak. Lekin qo'yning o'zi yo'q. Nimali? Hoppana. Juda ham ko'p toshlar kovlash kerak. Aytgancha, agar do'stim bilan mana shu video bu birinchi qism, ikkinchi qismini do'stim bilan o'ynashimni xohlasanglar, mana shu videoga 20 ta like yig'ib beringlar. Mayli, 20 ta emas, 10 ta like yig'ib beringlar. 10 ta likedan keyin albatta do'stim bilan o'ynayman. Mana shuni ikkinchi qismini 100 talik o'ynaymiz. Hech qanaqa aldab ketishlar bo'lmaydi. Obuna qo'ysalar bo'ldi. Aytgancha biz 350 taga ham berishdi va shot ko'tarilib ketamiz. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, shortlarimda ham maqsad 300 yo'q, 400 da. Maqsad 400 ta, keyin 500 ta, 600 ta shunaqa qilib 1 2 ming, 3 ming biz ham qachondir 100 ming bo'lib knopka olamiz. Lekin hali beramiz. To'tela. Men kalimishmagan qaranglar. Aytgancha tog'larda ko'p bo'ladi-ku qo'ylar. Yana bitta kerak, yana bitta. Yana bitta qo'y topilmaydimi, iltimos? Men kechasi qanaqa uxlayman ekan? Afsus. Bittagina qo'y topilmadi-ya. Afsus. Nahotki bitta qo'y topilmasa, sigir hamma bo'libdi ko'rdim-a. Nima bo'lmasa-da qo'y kamayib ketyaptimi? Tavba qildim. Qo'y chiqmaydi. Nimaganligini bilmadim. Agar sizlar bilsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, sizlar kanalimga obuna bo'linglar. Obunachim o'shyapti, lekin o'zim urintirgim kelmayapti. Ko'p video olib, ya'ni short videolar, edit videolar shunaqa qilib. Takoman joyga bitta edit qo'yib yuborish kerak edi. Ko'rkamizdan deyarli sindi. Menimcha bu 59 ta ketadi yo 55 ta. Bunaqasi tarixda menda birinchi marta bo'lishi 54 ta ketdi. Nima bu? Qani? Qo'y. Mana qo'yat. Mana. Endi kravat bor, yaxshi. Endi bemalol qo'rqmasdan tursak bo'ladi, chunki aytgancha kimdirlar so'rayapti. Brat, sizlarga junlar har xil-ku, qanaqa qilib yasaysiz? Brat, bu eski versiya, libochasi bo'ladi. Eski qo'yib tag'in yana paydo bo'lgan joyimda qaytmaydi.
Tashkili. Hozir vaqtinchalik shu yerda tunab qolamiz. Yo'q, uxlab bo'lmayapti. Instrumentlar yasab turamiz. Uzrcha gapirishim kerak edi. Ungacha biz asboblarni yasab turamiz. Hoppana. Maqtashadimi? Bir endi uxlash kerak. Yaxshi. Birinchi kunimiz Minecraftdagi. Hozir turib adashmasam-da uyimizni qilishimiz kerak. Ashdan qilsam bo'ladi. Ashdan g'orni ichidan qilaman uyimni. G'orni ichidan yaxshiroq men uchun. Sizlarga qanday bilmadim. Lekin men uchun g'orni ichida qilgan yaxshiroq. Bir ikki blok olib yopib yuborishimiz kerak. Shu xunuk ko'rinibdi. Hop. 3 ta yetamikin? Yetmaydi-yu. Boshlanishiga bo'ladi. Tashlabda olsa. Ana, yaxshi. Bizga unchalik katta uy kerak emas. Shu narsalarim, sandiqlarim sig'adigan 4 bloklimi, 3 blokli bo'lsa yetadi. 4 blokli yaxshi. Mana 4 blokli qilyapman. Ko'rib turganingizdek. Hop, shuncha bo'ladi. Endi bu yoqqa qaratib qazish kerak. Hop. Nihoyat kerakli joyni teshib daraxtni olib keldim. Hop, daraxtni olib keldim mana aytganimdek. Ko'p daraxt olib keldim, mana qazib oldim ko'rganingizdek. Shuncha kovlagan qirqta chiqdim. Hamma. Hop, endi bularni yaxshilab mana qilib borish kerak. Hop. Bizga unaqangimda cho'tki uy kerak emas unchalik ham. Aytganda boltam sinmagan. Ne bunaqa qildim o'zim ham hayronman. Bittada o'z qomadi daraxtimda yerli. Pastdagi mana qara next content, network content degan narsa yorarkini. Shunchalik ko'p chiqadi. Hop, yaxshi. Hop. Uyim kichkina bo'lib qolgan, lekin nima? Katta uy kerak emas, aytganimizdek. Yurmay qoldi. Buni. Bo'yimiz yetmas ekan. Hammani oldin aytishim kerak edi-yu, mayli, aytmay qo'yaveraman. Gap bor, mayli. Yana o'sha gap do'stim bilan o'ynashim. Xohlasanglar mana shu videoga 10 ta like qilib beringlar. Nima bo'lib qoldi? Yo'q, chiqib ketdi o'yindan. Nega? Yo'q, tiqilib qoldimi? Yo'q, tiqilib qoldimmi? Ne chiqib bo'lmayapti. Da bolalar. Xullas, boy ko'rganlar tog'da ichidan uy qurdim va bug bo'lib chiqib ketdi. O'shandan keyin qarasam, videoga olmadim chunki o'shandan keyin qarasam hamma narsa bug bo'lib yana o'sha yer tiklanib ketgan ekan, qazilmagan bo'lib qolgan ekan. O'shaning uchun men uyni bu yerdan qurishga qaror qildim. Buni bitta survivalda qildim. Buni sizlarga ko'rsatgim kelmadi. Juda ham ko'p vaqtim ketdi. Instrumentlarim ketdi. Lekin yaxshi ham hali u yerga narsalarimni o'rnatmagan edim, yo'qsa ular ham yo'q bo'lib ketishi mumkin edi.
Lekin uyqu unutgan shuncha taxtam befoyda ketdi. Yo'q. Yo'q. Meni qo'rqitmanglar. Yo'q. Nahotki. Yo'q, afsus. Kravatim. Yana kravat uchun harakat qilishim kerak. Afsus. Bu ahmoq qo'ylarim. Spam bo'lmaydi tezroq. Tezroq spam bo'lish kerak. Qo'ylajonlar, chiqmasalaring o'ldiraman desam. Mana birinchi qo'y. Hop, mana. Bitta o'lmadi negadir. Baqa kelay. Hop, birinchi qo'y tayyor. Yana ikkita yetishmayapti. Davay, brat, davay. Qani? Qo'y yana. Menga qo'y vashshi zaril. Vashshi kerak. Qo'y. Nega kravajoz aynan qo'ydan qilinadi? Cho'chqadan, tovuqdan yo moldan qilinsa bo'lmasmi deya. Chunki oldimda shu moblar tiqilib yotdi. Yana qo'y. Ko'rdim. Bo'ldi. Topdik va qum ekan-ku. Vaqti. Mana kravatim kakras tayyor. Hop. Yaxshi, open. Voy, versagim yo'qolib ketgan, shuni versak kesamiz mana. Versa shu qo'yib, yotoq qo'yib, hali yotoq yasagan yo'q. O'rtadan qilaylik-da. Ana. Yaxshi. Bitga sandiqlar. Hammasini taxta qilib olamiz. Bam. Oldik sandiqlarni mana qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Mana shuni qo'ysak, yo'q, versak bu yerga emas. Bu yerga pechkalar turadi. Stak bunlarga bo'laversin. 2 stak. Juda ko'p yasak bo'larkan, 7ta, 3ta, 4ta. Mana shuncha yetsa kerak. 2ta qo'shib yuborildi. Bizdan nima ketdi? Bo'ldi. Hop. Endi biz ko'p ovqat to'plashimiz kerak ekan. Demak, mana bu tovuqlarni o'ldiraveramiz. Men cho'chqa go'shti deyman. Kerak emas u. Nima kerak? Harom cho'chqa go'shti. Hop. Va. Azga nima kelamabdi? Lekin mana bu ham ovqat bor. Lekin fast food yaxshi ketardi baribir. Mayli. Rahmat. Yana o'zbekcha gapiryapman. Fast food emas, go'sht mahsulotlari. Yesam, lekin to'yimliroq bo'lardi. Mayli. Boya aytdim, ikkita ko'rgandim mana shunaqa. Hop. 12ta
Sabzi ko'proq baribir. O, qaretida bo'lib ketibdi. Mana bu yerdagini ham olamiz albatta. Bola. Men fol ko'rib olaman. Ishonmasanglar, hozir ko'rib olasizlar. Mana shunaqa bo'ling. Men nima deyotgandim? Fol deyotgandim. Qaranglar, buni qachon olishini bilaman. 3 gacha sanayimchilar. 1 2 hayoting tugadi. 3. Ko'rdinglarmi, olasizlar, hayot tugadi. Men o'ylab tashladim-da. No. Negadir u mana yana o'qot, yana o'qot. O'pana. O'qot ko'p ekan-ku bu qishloqqa. Yana ekib qo'ysa yana o'sadi lekin men ekmayman. Ekmasa qanday o'sadi savol. Mayli, bir ikkita ekib qo'yamiz, chunki kelajakda och qolib ketmasligimiz uchun. Xo'p. Bugungi mana shular bo'ladi. Endi uyga qaytishimiz kerak. Xo'p. Bu yerga oziq-ovqatlarimni qo'yaman. Bu yerga esa shunaqa keraksiz, mana shunaqa singan, mana shunaqa asboblarni qo'yib turaman vaqtinchalikka. Xo'p, obunachilar, endi sizlar bilan oshqocha gaplashib vaqti keldi. Mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bilaman, bu albatta birinchi qism survival, ikkinchi qismi do'stim bilan chiqadi agar 10 ta like yig'sa. To'g'ri, birinchi qismda unchalik aslahalar olib qonga tushib uy qurish, ovqat yig'ishni o'tib ketdi. Lekin men buni ataylab qildim, chunki ikkinchi qismda do'stim bilan buni yanada zo'rroq qilamiz. Birinchi qism yoqdi degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.